Oqqushning kenja bolasi. Shuhrat. Hikoya. Bu qiziq hikoyani menga yo'lda bir qozoq kishi aytib bergan edi. Chorsonboyning dadasi ovchi. Ovchi bo'lganda ham tinib tinchimagan ovchi. U qush otadi. Qush tamom bo'lgandan keyin sovuq tushgach baliq tutadi. Buning sababi bor albatta. Ularning uyi shundoq katta yo'lning yoqasida. Eshigidan chiqib qarasang, kun tig'ida jimirlab yotgan ko'lning ko'm-ko'k suvini ko'rasan. Sohillari qumloq va qamishzor. Bu yerda shunaqa qamish qalin o'sadiki, orasiga kirolmaysan. Odamlar o'rib ketsa ham hech tamom bo'lmaydi. Bu qamishlar qushlar uyasi. Chorsonboyning dadasi shu qamishzorlarda qo'nji tizzadan oshadigan uzun etigini kiyib ov qiladi. Ba'zan 2-3 kunlab qolib ketadi. Qanchalab tuz-tovuqlarni yelkasiga xurjun qilib tashlab qaytadi. Hatto enlik kamariga ham qator qistirib oladi. Bahor chiqishi bilan ko'l go'yo qaytadan yosharadi. Kuzda sarg'aygan sohildagi qamishlar orasidan nov-nihollari qad ko'tarib, ko'm-ko'k tusga kiradi. Ostlarida allaqanday o'tlarni sho'radi. Hatto butun yoz bo'yi qumloq bo'lib yotadigan yerlarda ham turli-tuman ko'm-ko'k giyohlar paydo bo'ladi. Qushlar galasi ko'l ustidan chug'urlashib o'tadi. Olamni zavq-shavqqa ko'mib yuboradi. Bugun yakshanba. Chorsonboy qayg'ini tuzatayotgan dadasiga ko'maklashardi. Qayiq dadasining hamrohi. Yoz bo'yi unda suzadi. Kuzga borib qirg'oqqa to'ntarib qo'yadi. Mana endi bahor chiqishi bilan uni ko'zdan kechirib, kerak yeriga mix qoqib, ba'zi yerining taxtasini almashtiryapti. "Sen olovga qara", dedi dadasi Chorsonboyga. Ulardan nariroqda bir eski chelakda mum qaynardi. Bu mum bilan qayiqning sirtini moylashadi. Darzlari bekilib, suv o'tmaydigan bo'ladi. Dadasining ogohlantirganicha bor. Chelak ostidagi olov susayib qolgan ekan. Chorsonboy o't qaladi, gurillatib yubordi. Sal o'tmay mum yana biqirlab qaynay ketdi. Bu ishidan Chorsonboyning o'zi ham xursand bo'ldi. U "Qalay, shunday yongani yaxshimi, dada?" degandek unga nazar tashlagan edi. Birdan bir gala qushlarning jo'r ovozi uning xayolini olib qochdi. Bu oqqushlar edi. Chorsonboy ularni xursand bo'lib kuzatib turdi. Ular ancha-muncha edi. Ular ko'l ustida chug'urlashib bir aylanishdi-da, etak tomonga o'tib ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Lekin bir-ikki jufti shu zahoti yana ortiga qaytib suvga tushdi. Oppoq ulkan qanotlarini yelkandek yozib, suv betida belanchak bo'lib turishdi. "Bular qoldi shu yerda", dedi Chorsonboyning dadasi. "Qayoqdan bildingiz?" "Bizning ko'l ularga yoqib qoldi. Hali bola ochadi." "Yo'g'-ey", quvonib ketdi Chorsonboy. "Bolasini ushlab berasizmi, boqsa bo'ladimi?" "Ushlatmaydi, otsang mayib bo'ladi." "Yo'q, otmang", dedi halitdan Chorsonboyning oqqush bolalariga rahmi kelib. Dadasi aytgandek, o'sha oqqushlardan bir jufti ertasiga ham shu ko'lda ko'rindi. Indiniga ham. Chorsonboy jo'rttagi kunda, kun ora ulardan xabar olib qo'yardi. Garchi ularga daxli bo'lmasa ham, ularni boqmasa ham, ular yaqiniga yo'latmasa ham, "Mening oqqushim" deb gapirardi, faxrlanardi. Bir kuni bundoq qarasa, oqqushlar yo'q. Ertasiga ham ko'rinmadi. Bir hafta o'tdi. Hamon darak yo'q. "Ketib qoldi", dedi u o'kinib dadasiga. "Hech qayoqqa ketmaydi, shu yerda", dedi dadasi bamayli xotin. "Qani bo'lmasa, suzmaydimi, o'ynamaydimi? Bola ochyapti." "Bola ochyapti? Voy mazza, bolasidan olaman. Qayerda ochyapti, dada?" "Qamishzorda, topolmaysan." Chorsonboy bir hafta kutdi, 2 hafta kutdi. Bolalari u yoqda tursin, ularning o'zidan darak yo'q edi. Ko'lga qaray berib ko'zlari tinib ketadigan bo'ldi. Oxiri umidini uzdi. "Ketib qoldi", dedi. "Yo'q, shu yerda", dedi dadasi yana qat'iy qilib. "Bu yil yozni shu ko'lda o'tkazadi." Chorsonboy dadasining so'zini yolg'onga chiqarishga botina olmadi. Uning dadasi qanaqaki, bu atrofdagi qush va hayvonlarning hamma qilig'ini, hunarini, turqini, qachon kelib qachon ketishini, qanaqa yerda nechtadan bola ochishini, bolalarini qanaqa qilib katta qilishini, hammasini yaxshi biladi. Yaxshi bir kitobday yodakam biladi. "Dadang uchgan qushning qo'nadigan yerini oldindan biladi", deb unga tegishadi qo'shnilari. Shunday bo'lsa ham Chorsonboyda dadasining so'ziga shubha uyg'ondi. Ko'lga chiqmay qo'ydi. Asta-sekin oqqushlar yodidan ko'tarila boshladi. Sigiri tug'ib, buzoq bilan ovora bo'lib ketdi. "Oqqushlaringni ko'rdingmi? Bolalarini ergashtirib yuribdi", dedi dadasi bir kuni ovdan kelib. "Rostdanmi?" Chorsonboyning yuragida oqqushlar mehri qayta uyg'ondi. Hoziroq yugurib sohilga chiqardi-yu, baribir qorong'i, tun, oqqushlar ko'rinmaydi. Bolalarini qanoti ostiga olib
Kim biladi qaysi qamishzor qumloqda mudrayapti. Chorsonboy tunni zo'rg'a o'tkazdi. Buni qarangki, tuni bilan bezovtalanib, necha bor uyg'ongan Chorsonboy tongga yaqin tosh qotib uxlab qolibdi. Mundoq ko'zini ochsa, kuzning iliq shamoli kun tushib turgan derazaning yumshoq pardasini xilpillatardi. Uyda hech kim yo'q. Yuz qo'lini naridan beri yuvdi-yu onasining choyingni ichib ket deyishiga qaramay ko'l bo'yiga chopdi. Oqqushlar ham sog'ingan bo'lsang mana bolalarim, yaxshilab ko'rib ol degandek qirg'oqdan salgina narida suzib yurardi. Lekin bolalari o'ziga o'xshamas, xuddi tuproqqa dumalab olgandek iflos edi. Nahotki shunday oppoq va chiroyli qushlarning bolalari shunaqa xunuk bo'lsa, uning ixlosi qaytdi. U ko'nglidagini yashira olmasdan, "Dada", dedi. "Nega bolalari bunaqa g'alati, oppoq emas? Keyin oqarib ketadi", dedi baliq tutib o'tirgan dadasi. Bir oy ham o'tdi, oqqushlar oqarmadi. Lekin ular shunaqa tez o'sardiki, sal vaqtdan keyin ota-onalaridan farq qilmay qoldi. Faqat ranglarigina ajralib turardi. Uchisholmas edi. Bu orada kuz tushib, sovuq boshlandi. Oqqushlarning uchib ketadigan vaqti bo'lgan edi. Buni ona oqqush sezdi shekilli, bolalarini uchishga mashq qildira boshladi. Sokin qirg'oqni tanlab oldi. Bolalarini qator tizib qo'yib, o'zi oldinga o'tdi. Uchib ko'rsatdi. Ketidan bolalarini bir-bir yo'lladi. Ular onalariga o'xshab ko'l betida ulkan qanotlarini keng yozib suvni shapillatib urib, yaxmalak yotgandek suzib ketdilar. Lekin onalariga o'xshab suv betidan ko'tarila olmadilar. Mashq yana takrorlandi. Bu gal boyagidan ko'ra tez va chaqqon yelib ketdilar. Biroq suvdan hamon azot ko'tarilib ketolmay, sal-sal yuqorilab qo'yishardi. Ona qush ularni shunchalik sabr-toqat bilan mashq qildirardiki, birortasini koyimas, turtmas edi. Mashqni tinimsiz takrorlardi. O'zi namuna ko'rsatardi. Ertasiga bu mashq yana davom etardi. Chorsonboy dadasi oldida qarmoqni suvga solib qo'yib, mazza qilib tomosha qildi. Ikki ko'zi qushlarda edi. Bir mahal "Ana ko'tarildi, uchib ketdi", deb qichqirib yubordi. "Uchadi-da, bekorga onasi qunt bilan mashq qildiryaptimi", dedi dadasi. Shunday bo'lishini necha marta ko'rgan kishidek behayajon. Bu mahal oqqushlar to'dasi ko'l ustida doira yasamoqda edi. "Voy, anavi bittasi qopti-ku", dedi Chorsonboy suv betida to'lqinda qalqib turgan oqqushchani ko'rib. "Uchadi, shoshma. Axir o'quvchilarning hammasi 5 ga o'qimaydi-ku. Uch oladigani ham bor, shundaymi?" "Albatta", tasdiqladi Chorsonboy. "Bu ham o'shanaqa zo'rg'a uch oladiganga o'xshaydi." Sovuq tez tushdi. Buni payqagan katta oqqushlar bolalarini uchishga jadallik bilan o'rgatishardi. Ko'pchiligi ko'l ustida 2-3 doira yasaydigan bo'lsa ham, anavi kenjasi hamon uzoq ucholmas, tezda suvga qo'nib olardi. Hurpayib turardi. Aftidan nimjonga o'xshardi. Bir kuni quyosh botishiga yaqin barcha qushlar baravar ko'tarilishdi. Kenja ham ko'tarildi. Lekin ko'l ustida bir doira yasab yana o'z joyiga kelib qo'ndi. Shu kechasi juda qattiq sovuq bo'ldi. Chorsonboy ertalab chiqib hayron qoldi. Hamma yoq oppoq, xuddi qor yoqqandek. Aslida bu qirov bulduruq edi. Atrof ertaksimon tusga kirgan. Bu ajoyib ko'rinishdan zavqlanib turgan Chorsonboyning esiga oqqushlar tushdi. Ularning holi nima kechdi? U ko'lga chopdi. Qay ko'z bilan ko'rsinki, ko'l muz qotgan. Kenja oqqushchaning qanotlarini muz ushlab qolibdi. Katta-kichik oqqushlar uning atrofida uymalashib yotibdi. Lekin uni muzdan ajratib olisholmas edi. Chorsonboyning yuragi achidi. Nima qilishini bilmasdan uyga chopdi. "Dada, dada, kichkina oqqush muzga yopishib qopti. Endi nima qiladi? O'lib qoladimi?" Dadasi nima gapligini darrov tushundi. Saroydan bolta, uzun taxta olib yo'lga tushdi. Oqqushlar hamon tashvishlanib, uymalanib yotardi. Ulardan cho'chimadi ham. Dada qirg'oq muzini tepib ko'rdi. Bolta bilan urdi. Qattiqligiga qanoat hosil qilgach, muzga yopishib qolgan oqqushcha oldiga asta-asta yurib bordi. Oyog'i ostiga taxtani uzun tashlab, bolta bilan sekin-sekin atrofni chopib, oqqushchani muz panjasidan qutqarib oldi va yonida turgan o'g'liga uzatdi. "Ma, uyga elt, isit." Chorsonboy quvonishini ham, xafa bo'lishini ham bilmasdi. Sheriklarining bu fojiali holatdan qutulganini ko'rgan boshqa oqqushlar ko'lni bir aylanib Chorsonboyning tepasiga kelganda pastlab o'tishdi. Go'yo sheriklarining mehribon qo'lda ekaniga ishondilar va yana bir doira yasab, ko'l ortida ko'zdan g'oyib bo'ldilar. Kenja oqqush esa qishi bilan Chorsonboylarnikida qoldi. Oldiniga yotsirab, hech kimning qo'lidan hech nima yemadi. Suv ham ichmadi.
Chorsonboyni yana vahima bosdi. O'lib qoladi. Yana dadasi dalda berdi. O'lmaydi, sabr qil o'g'lim, o'rganib ketadi. Bu gal ham dadasining so'zi to'g'ri chiqdi. Oqqushcha avvaliga uyga, odamlarga ko'nikdi. Keyin evitilgan non ushoqlarini cho'qidi. Keyin suv ichdi. Keyinchalik esa o'zi ovqat tilab keladigan bo'ldi. Kishilar dasturxonga o'tirsa, yonlariga kelib chiroyli ko'zlarini mo'ltillatib turadi. Bora-bora uning o'ziga idish ayirishdi. Kishilardan emas, hatto hovlida doim mudrab yuradigan qari itdan ham endi hayiqmaydi. Mushuk bilan esa o'ynashadi. Dumini cho'qib qaqillaydi. Bahor chiqib, ariqda suvlar sharqirab oqadigan bo'lganda, u ko'lga 1-2 marta o'zicha borib kelib yurdi. Begona bolalardan ham cho'chimadi. Ilk oqqushlar tovushi ko'l tomondan kelgan kuni bir ketganicha qaytib kelmadi. Chorsonboy o'kingandek bo'lgan edi, dadasi yupatdi. Yaxshi bo'ldi, elatini topdi. 1971-yil